Sho'rchi tumanidagi Ezgulik mahallasida 30 yoshgacha bo'lgan 1084 nafar yosh istiqomat qiladi. Bugungi kunda bu mahallada yoshlarga alohida e'tibor qaratilib, ularning hayotdagi o'rni va faol ishtirokini ta'minlash yo'lida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavhamizda mazkur mahalla yoshlar yetakchisining faoliyati xususida so'z boradi. Mahalla yoshlar yetakchisi tashabbusi bilan yoshlarga oid davlat siyosati joylarda to'liq amalga oshirib kelinmoqda. Xususan yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni ijtimoiy hayotga jalb qilish, sport va madaniyatga qiziqishlarini oshirish hamda eng asosiysi ularning bandligini ta'minlashga qaratilgan qator loyihalar yo'lga qo'yilmoqda. Ayniqsa har bir yoshga bir ustoz tamoyili asosida yoshlar yetakchisi tomonidan yoshlarning qiziqishlari va muammolari o'rganilib, mahalladagi sartarosh va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatuvchi ustalarga biriktirilib, ularning hunar egallashlariga imkon yaratildi. Bugungi kunda prezidentimizning yoshlarga qaratilgan siyosati bizning Ezgulik mahallasida ham keng miqyosda olib borilmoqda. Misol uchun yoshlarning bandligini ta'minlash, yoshlarni kasb hunariga o'qitish, o'rgatish, sport musobaqalariga jalb qilgan holda yoshlarning jinoyatchiligini oldini olish kabi bir qator chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Shuningdek, tadbirkorlikka qiziquvchi yigit-qizlar uchun imtiyozli kreditlar olishga yordam ko'rsatilmoqda. Yoshlar daftari va ayollar daftariga kiritilgan yoshlar uchun o'quv kurslari, kasbga yo'naltirish ishlari natijasida bir qancha yoshlar o'z biznesini boshladi. Ulardan biri Dildora Abdurahmonova. U imtiyozli kredit olib asalarichilik faoliyatini yo'lga qo'ydi. Bugungi kunda Ezgulik mahallasida yoshlarga yaratilayotgan sharoitlar, ko'rsatilayotgan e'tibor bu prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan yoshlar kelajagimiz g'oyasining amaldagi ifodasidir.